Ya Habibanniki. Ustoz bilan biz o'tgan safar gaplashuvdik, keyin kechani ham borib gaplashdik ustoz. Kamchiliklar boyagi hammasini. Hujjatlari bormi? Hujjatlar. Yo'q, hujjatlar. To'rtinchi para darsda, to'rtinchi soat darsda biologiya Ismoilova Sevinch ustozning dars tahliliga kirdik. Dars tahlil qilganimizda bilim yaxshi. Haqiqatda bilim zo'r. Bakarasi o'sha x y bor ekan. Odam boyagi kasallikka o'tishi, mezonlar, men shuni tushundim. Kasallik nima yo'qadi. Ustozning bilimi zo'r, nutqi yaxshi. Har taraflama yaxshi. Faqat yangi o'qituvchi bo'lgani uchun, endi ishlayotganim uchun hayajon. Va siz o'zingiz aytgandek, domla ko'proq dars tahlil qilib, uning darsiga masalan siz bir kun kirdingiz yoki zavchi yoki unga darsga kirdiraverish kerak edi. Uni o'sha hayajonni yo'qotishdi. Feedback'ini berib turish kerakmi? Ha, albatta feedback. Men hozir chiroyli feedbacklarni berib haqiqatdan bilim zo'r, men juda sevdim. Hozir ana yutuq joyini olish kerak edi, ko'tarish kerak. Shunday. Yutuq joyini ko'tarib va kamchiligini mana chiroyli tushuntirish kerak. Endi siz bu yerni mana bunday shu yerlarni endi sekin to'ldirib ketasiz deb qo'ysangiz. Kamchiliklar nima ustoz? Yutuq o'zimiznikimi? Kamchilik haqida. Kamchilik o'sha hayajon. Keyin hayotga bog'liq o'tyapti, barcha harakat qilyapti, baribir ozroq kamligi. Va Singapurning 5 yil moduli bor. Asosiy o'sha 5 yil moduliga bog'lab o'tish kerak. Boyaga aytyapti-da. Masalan deyapti, ko'zning qisiqligi, sochning sariqligi, odamning kasalligi asosan 90% onadan yuqadi deyapti. Deb aytib o'tib ketyapti-da mavzular. O'sha paytda darsga 5 yil model shunaqa. Birinchi jam qolish kerak. Eshitib kirib keldingizmi? Shunaqa sen soching sariq ekan-a? Onangning sochi sariqmi, dadangning sochi sariqmi? Onamning sochi. Nega shunday? Bu mana muammoli ta'limni aniq qilish kerak. Ham hayotga bog'liq, ham jalb qilyapti. Hamma o'zi sochini o'ylab qoladi. Hozir o'zimizni o'ylab qolamiz-ku. 5 yil muddatda. Masalan, men sochim oq. Nega oq? Dadang sochi oqmi, onang sochi oqmi? Mana shu dadam sochi. Nega dadam sochi o'xshab oq qolib? Nega onamga o'xshamagan yo'q? Misol, mana muammoli vaziyat, hayotiy har taraflama. Bu